Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisiz? Charchamasdan. Mana bayramdan keyin yana kelib hol-ahvol so'rab turibmiz. Kamchiliklar bo'lsa to'g'rilashga erinmasdan kelib ko'rib berib turibmiz. Va'daga vafo. Ukajonim, 1 minut. Kelolasiz. Siz mamnunmisiz mana shu narsalardan? Yoqdimi sizga? Yoqdi. Tasavvurlaringiz tushgandan. Allah razı olsun. Mana yana ishlarni kuzatamiz. Bismillah boshladik. Yana qaytarib aytaman, invektorsiz. Kızarıp çıktı. İçeridekiler çıktı. Kuzu bol orasına. Mana do'stlarim ko'rib turganlaringizda, ya'ni kuzatib turganlaringizda umuman gap yo'q sepishlarga. Boshqasiga umuman gap yo'q. Ajoyib holatda chiroyli, ideal chiqib turibdi. Endi shampunimiz ham sifati yaxshi ekan, ancha-muncha. Kerak bo'lsa mana bundan sotganmiz mana. Elektr vazifasini bajaradi, 2ta sigir o'g'li. Bular original narsalar. Bemalol buni doktorasiz chiroyli qilib beramiz. Qaytarib aytaman, elektrsiz, ishonavering.